2026-yilda Ramazon oyida 1 oylik paket so'rayotgan do'stlarimiz uchun Hikmat Travel'da Ramazon oyida 35 kunlik paketni yo'lga qo'yishibdi. To'liqroq ma'lumotni hozir Hoji akamdan olib beramiz. Abdukarim Hoji akamizdan videoni o'tkazib yubormasdan bir dona like bosib, kommentariyaga oluvchilar tashlab chiqib ketsalar ham, xudo xolasa, necha kun Madina Munavvarada va necha kun Makka Mukarramada bo'lishdi va gatsisa masalasi va undan tashqari oziq-ovqat masalalarini sizlarga to'liqroq ma'lumotni olib beramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Alaykum assalom. Hikmat Travel'da 1 oylik paketlar qo'yildi Ramazon oyiga deb chaqirdilar. Xudo xolasa 1 oylik paketni do'stlarimiz ko'pchilik so'rashyapti, kommentariyalarga yozishyapti. 1 oylik paketda necha kun Madina Munavvarada bo'ldi va necha kun Makka Mukarramada bo'ldi. Eng asosiysi narx-navolar necha pul chiqqan, shu do'stlarimizga aytib bersak va asosiysi reyslar qayerlardan uchilishini ham aytib o'tsak. Inshaalloh 15-16 fevral kunlari Toshkent Jidda reysi bilan uchiladi. Hozircha faqatgina Toshkentdan qo'yildi reyslar. Toshkentdan. Faqat Toshkentdan 1 oylik paketimizga. 15-16 fevral kunlari Toshkent Jidda reysi bilan uchiladi. 2 kecha, 3 kecha Madinada turiladi. Qolgani inshaalloh Makka Mukarramada Abrajdaniya degan mehmonxonada turadi. O'zbeklar mahallasi deyiladi, Batqa Quraysh. Ya'ni Batqa Quraysh ko'chasida, demak, Abrajdaniya mehmonxonasida turiladi. Liftlari probka bo'lmaydi, qavati baland emas, 5 qavat, 6 qavatli mehmonxona, sharoitlari zo'r. Ya'ni O'zbekistondan borayotgan hojilar uchun qulayliklari bor. Qulayliklari bor. Inshaalloh liftlarda ham ochida turishmaydi, sharoitlari zo'r. Demak, o'zbek milliy taomlari beriladi, saharlik bilan iftorlik beriladi. Milliy taomlarda saharlik bilan iftorlik beriladi. Ya'ni Madina Munavvarada 2 kecha 3 kun turiladi, Makka Mukarramada necha kun turiladi? O'sha 32-33 kun mo'ljal qilinyapti inshaalloh. Ya'ni 1 oy davomida Makka Mukarramada bo'lishadi. Inshaalloh 30 kun 32 kun bo'lishadi. 2 kecha Madinada turiladi, 3 kecha rejalashtirilyapti, azumi 3 kecha bo'lib qolish niyatimiz bor, xudo xolasa. Endi ko'pchilikni qiziqtirayotgan savol, narx-navolari necha pul 1 oylik paketimizda? 1 oylik paketimizda narxlari $1650 qo'yyapmiz. 1650. Oilaviy bo'lib, ko'pchilik bo'lsa, oz-moz o'tib beramiz inshaalloh. Chegirmasi bor. Chegirmasi bo'ladi. Misol biz O'zbekistondan chiqadigan ko'proq qismi yurtdoshlarimiz yoshi katta odamlar Saudiya Arabistondan o'sha mehmonxonani masofasi qanaqa va Madina Munavvaradagi gatsisa masofasi qanaqa va transport xizmatlari bormi? Shu haqida ham qisqacha yurtdoshlarimizga aytib bersak. Inshaalloh Madinada 300 metrdan 700 metrgacha mehmonxonalar beriladi. 6 ta mehmonxonamiz bor. Qaysi mehmonxonamizda joy bo'lsa qo'yilaveradi. Demak, Makka Mukarramada narxni arzon chiqarish maqsadida 6 kilometr, 6,5 kilometrli mehmonxonaga qo'yilyapti, Abrajdaniya. Agar yaqinroqdan olib beradigan bo'lsak, narximiz 2000 dan ko'tarilib ketadi, $2000 dan. Shuni hisobiga masofasicha uzoqroq bo'lyapti, narx arzonroq chiqish uchun. Lekin sharoiti zo'r bo'ladi. O'zi aslida yaqin mehmonxonadan uzoq mehmonxonaning sharoiti yaxshi bo'ladi. Chunki uzoq mehmonxonaning sharoitini zo'r qilmasa odam bormaydi. Yaqin mehmonxonada baribir liftlarda probka bo'ladi, xohlasang ham, xohlamasang ham turasan degan ishyor bor yaqin mehmonxonalarda. Uzoq mehmonxona sharoiti zo'r bo'ladi. Ya'ni uzoqroq bo'lsa ham, lekin transport xizmatlari bor. Demak, Abrajdaniyadan avtobus Qudayt stansiyasiga olib borib tushiradi. Qudaytdan o'sha davlat tomonidan qo'yilgan avtobuslar bor. O'sha to'xtamay qatnaydi haramga. Buni yaxshi tomoni soat binosining orqasiga to'xtaydi. Masofasi yaqin bo'ladi haramga. Masofa yaqin bo'ladi inshaalloh. Do'stlar, to'liqroq ma'lumotni olib berdik Abdukarim Hoji akamizdan. 1 oylik paket so'rayotganlar uchun $1650 bizdan narxini. Ha, $1650. Endi oilaviy bo'lib 5 kishi, 6 kishi bo'lsalar ham chegirma qilib beramiz deyaptilar. Hoji akamizning nomerlarini ekranda yozib qoldiramiz. Hoji aka, biz hozirda qo'shni Qirg'iziston, qo'shni Tojikiston, Rossiya Federatsiyasida ishlab, o'sha Rossiya Federatsiyasining fuqarosini olgan do'stlarimiz bor-da. Ular ham Toshkentdan uchiramiz deyshadi. To'lov masalalari va joyda bron qilish masalasi qanaqa bo'ladi? Hamma nomerlarimizda Telegramlarimiz, WhatsApplarimiz bor. Demak, pasportlarini, Zagram pasportlarini rasmini tashlab berishsa, shu Zagram pasportga hamma biletlarni, vizalarni yozib beramiz. Inshaalloh to'lovlarini 3 kunlar aeroportda qilsa bo'laveradi. Shunaqa sharoit qilib beramiz. 3 kuni aeroportda to'lov qilsa bo'laveradi. Boshqa viloyat, o'sha boshqa davlatdan keladiganlarga shunaqa sharoit qilib beramiz inshaalloh. Ya'ni Qoraqalpog'istondanmi, Qashqadaryodanmi, Andijondanmi, Namangandan farqi yo'q buni. Farqi yo'q. O'sha borib turib uzoqdan ofisga borib to'lov qila olmaymiz, sharoitimiz yo'q deydiganlarga shunaqa sharoit qilib beramiz. Aeroportda to'lov qilsa bo'ladi. Aeroportda to'lov qilsa bo'laveradi. Ofislarimiz Toshkent shahrida ham bor, demak Farg'ona shahrida ham bor ofislar. Ya'ni ofisga kelib to'lov qilib, pasportlar bersa ham bo'laveradi. Birinchi o'rinda o'sha 14 ta firmaga litsenziya berilgan bo'lsa, shulardan bittasi bizning Hikmat Travel litsenziyalarimiz bor. Hikmat Travelning o'z litsenziyasiga ega. Litsenziyasiga ega. Do'stlar, to'liqroq ma'lumotni olib berdim degan umiddaman. Agarda o'zlaringiz savollaringiz bo'lsa, nomerlarni qoldiryapman, aloqaga chiqinglar, savollaringizga javob olishingiz mumkin yoki kommentariyada yozsanglar ham, xudo xolasa, o'zlari qo'ldan kelgancha savollaringizga javob beradilar. Xudo xolasa bundan keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.